hatta ko'pgina holatlarni qaraydigan bo'lsak, aynan kiber xavfsizlik nuqtai nazaridan buzilishlarni qaraydigan bo'lsak, statistikasiga, masalan, ma'lum bir qismda buzib kirish biroz kamroq. O'zini ehtiyotsizligi natijasida sotsial injeneriya qurboniga aylangan holatlar ko'proq. Ya'ni firibgarlik yo'li bilan buni shaxsga doir ma'lumotlarni elga ishlash va undan foydalangan holatda ma'lum bir moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish. Masalan, ko'ramiz, cyber risk degan nimalar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda agar xabarlar bo'lsa, teshik holatlar bo'lsa, ko'pgina holatlarda aynan o'sha yerda ham mavjud jarayonlar buzilishlar, aynan ko'pgina holatlarda o'sha insonlarning nisbatan firibgarlik yoki aynan asosida amalga oshirilganligi ko'rsak bo'ladi. Kimdir o'sha qancha ma'lumotga yoki qaysi holatlarda nimani sotmoqchi bo'lyapti, boshqa lekin buni ham baribir kimdir o'sha axborot texnologiyalari asosida amalga oshirilgan yordamda hujum qabul qilinib olinadi. Masalan, soxta jarayonlarni ulug'lashtirish evaziga ularga ega chiqish va undan foydalanib ketish holatlari bugungi kunda tahdid sifatida qaraladi. Keyingi deepfake texnologiyasidan foydalanish, ya'ni audio va video texnologiyalardan foydalangan holatda o'sha mashhur shaxslar yoki onlayn tizimlarda bugungi kunda natijasida ularga nisbatan amalga oshiriladigan hujumlarni biz deepfake texnologiyasi yordamida amalga oshirilgan hujumlar sifatida qaraymiz. Ko'pgina holatlarda bu jarayonlar endi bugungi kunda sun'iy intellekt tizimlari kirib kelish natijasida amalga oshirilayotgan hujum sifatida qaraymiz. Chunki o'sha onlayn insonni tasdiqlash kerak bo'lgan joylar yoki onlayn holatlarda fotosurat bilan ishtirok etiladigan jarayonlarda ma'lum bir shaxslar o'rnidan bemalol boshqa shaxs ishtirok etishi yoki uning nomidan, ya'ni qaysidir holatlarda akkaunt yaratish imkoniyatiga ham ega. Va bugungi kunga bu jarayon endi aynan inson gapiradigan holatgacha o'tyapti. Ya'ni mashhur inson bor, uning fotosurati bor, nima qiladi? Uning nomidan ma'lum bir bayonot berish, ma'lum bir o'sha so'zlatish holatlari yoki qaysi holatlarda biror bir bahsli holatlar uchun biror bir fikr bildirish jarayonigacha bo'lyapti. Bu endi dunyo amaliyotida nihoyatda ko'p uchraydi. O'sha mashhur shaxslar, prezidentlar ularni o'sha fotosuratdan foydalangan holatda nima qiladi? Uning nomidan nutq so'zlatish yoki uning nomidan bayonot berish bilan amalga oshiriladigan o'sha kiber xavfsizlik ko'rinishi hisoblanadi. Bizda ham uchraydi. Tez misol uchun, oldinroq nima bo'ldi misol uchun o'sha mashhur davlat ahamiyatli